بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. قاف والقرآن المجيد Qaf şereflik Kur'an bilen qasam qiliman. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Belki ular yani müşrikler öz içinden ularga bir agahlandırıcı kelgenlikinden aceplendi. Kafirler aytdi: bu kızık iştir. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Biz ölüp topu bulup ketkendan keyin tirilip ilgirki altımızga qaytamdık. Bunda qaytish aqldan yiroqdir. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Ularni ziminning kemaytkindan, ya'ni ularning jasadlarini yer yeb ketganligidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz bor. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Balki ular bo'lsa o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymaqon holatidir. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ular osmonni qandoq tuvruksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qanday yo'chiq yo'qligiga qaramamdi. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Yeryüzünü toğrısığa ve uzunsuğa sozup keng yarattık. Yeryüzde onun tevrep ketmesi için tağlarını kıldık ve onunda türlü çıraylık ösümlüklerini östürdük. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Allah'a qaytıqçı her bir bendige Allah'ın kudretini gösteriş için ve Allah'ın uluğluğunu esiltiş için şunda kıldık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Kökten mübarek suyunu düşürdük. Onun bilen bağlarını, açlıklarını, egiz ösken ve meyveleri sancak bulup ketken hormalarını östürdük. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Ularning hammasini bandalarning rizqi uchun o'stirdik. U suv bilan o'lik, ya'ni qaqas zimini tirildirdik. O'liklarning tirilishimi shuningga o'xshashdir. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Ulardan ilgiri peygamberlerini inkar kılganlar Nuh'nun kavmi, Res ahalisi, Samud kavmi, Ad kavmi, Firavun, Lut'nun qeyrindaşları, Eyke ahalisi, yani Şuayb kavmi, Tübbe kavmi idi. Ularning hammasi peygamberlerini inkar kıldı. Şunun bilen mening azabım ularga tegishlik bo'ldi. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
İnsanlarni dastlabda yaratishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'achqa, o'lgandan keyin tirildirishdimi ojizlik qilmaymiz. Ular yangidan yaratilishga, ya'ni qiyomatda tirildirishga qarta gumondidir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomiridanmi yaqinmiz. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. İnsanның o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanның so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Ölümning sakrati haqiqatni ilib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Sur çilindi. Ani şu kuffarlarga azap va'da qilingan kundir. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Her insan mahşergahga kelidi. Onun bilan uni mahşergahga haydiguchi va uning amaliga guvoh bo'lguvchi ikki farishta birga kelidi. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Onunğa ey insan, dünyadaki çığında bu ağır günden gaflatda edin. Amdi pardağını senden kötürüvettik. Bugün gözün ötkürdür deyildi. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Onunğa muvakkal farishta, mana bu namamel aldımda tayyordir deydi. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Allah Taala ikki farishtaga xitob qilib, haq qarshi yaxshilikdan to'squchi, haddidan oshquchi, dinga shak keltirguchi, Allohga boshqa ma'budni sherik qilguvchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar. Uni qattiq azobga tashlanglar, deydi. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد. Onun amrayı bolğan şeytan, Parvardigarimiz, ben onu azdırmadım. Lekin o öz ixtiyarı bilen çoğunqur gumrahlıqda boldi, dedi. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Allah, mening oldimda munozirlashmanglar. Bu yerda munozara foyda bermaydi. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandalarga zulm qilguvchi emasman, deydi. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. O kunda biz cehennemge, to'shdingmi deymiz. Cehennem yana bormi deydi. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Cennet taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtirildi. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning toatiga qaytquchi, amrni saqlovchi har bir banda uchundir.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Kimki mehriban Allah'ını görmey turup, onundan qoruqsa ve tövbe qılğuchi qalb bilan kelsa, ularga cennetke amallık bilan kiringlar. Bu mengü qilish kunidir deyildi. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Cennette ularga xalığan narsalar bar ve bizden huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bar. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Biz ulardan, yani Quraysh kuffarlardan ilgiri ularga qaraganda küçük bo'lgan nurg'un ummatlarni aloq qildik. Ular, yani şu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasihatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasihat bor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Ey Muhammed, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih etqin, hamda etqin. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih etqin. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Nida qilguvchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nido qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Ular haqni ilib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qitimliq surni anglagan kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kundir. Inna nahnu nuhyi va numitu va ilaynal masir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxir boradigan joy bizning dargohimizdir. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. O kunda yer yerilib, ular qabrlardan tez chiqib keldi. Ani shu yig'ish bizga osondir. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alayhim bijabbarin fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarning aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'uchi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vaz nasihat qilgin.